Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va bizni kuzatib turgan yurtdoshlar. Bugun biz yangi kelgan flagman modellarimizni katta chegirmada sizlarga taqdim etamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga videoni oxirida smartfonimizni katta chegirmada bir donasini qo'yib beraman. Xudo xolasa biz obzorlarimizni boshladik. Ramazon oldi chegirmalarimiz ko'rishlaring mumkin. Bizda S23 Ultra 2 dona. Holatlari juda ham ideal emas. A- desa bo'ladi. Buni sizlarga $505 qilib beramiz. Buni ideallari 540, 545 sotilyapti. Imeykalari 100% o'tgan, eSIM ham o'tgan. Ikkita sim karta ishlasalar ham bo'ladi. Taylarida ozgina petnovlari bor. Shuni hisobiga ozgina arzon chiqadi. Xo'p, bizdagi navbatdagi smartfonimiz S22 Ultra. Juda ham ideal holat, 2 dona. Ko'rishlaring mumkin holatlari. Smartfon nok va seriozniy bo'lgan svet, qora svet. Даже salafallari olinmagan, yaxshi holatda turibdi. Buni sizlarga $410 qilib beramiz, chegirma narxda. Bundan tashqari bizda S24 Ultra smartfonlarimizdan ozginagina qoldi. Zakas beringlar. $635 yetkazib beramiz. Smartfon garantiyalari bilan ideal holatda. Birorta qilingan joyi yo'q. Har birini ko'rsatib o'tamiz. Seriozniy bo'lgan qora svet. Natural titanium. Ideal holatda qilmoqlarni ham ko'rishlaring mumkin. Bu smartfonlarda imekalari ofitsialniy o'tgan. Plus eSIM, ikkita sim karta taqib ishlasalar ham bo'ladi. 4 ta sim podдержка qiladi. Bundan tashqari S25 Edge smartfoni juda ham ixcham bo'lgan. 17 Air ga o'xshash. Holatlari zo'r, ideal holatda. Даже salafallari ham olinmagan, ko'rishlaring mumkin. 8 ga 120 512 talisini $635 qilib beramiz. 8 ga deb 12 ga 256 talisini $635 qilib beramiz. 3900 amper mach bilan jihozlangan bo'ladi, ideal holatda. Bizda bir donagina S25 Ultra 12 ga 256 tali 5000 amper bilan jihozlangan. $855 ga xarid qilishlaring mumkin. Holatlari ideal holatda. Xo'p. 21 Ultra qora svet serioz yakalarimiz uchun bir donagina 12 ga 256 tali 5000 amper bilan jihozlangan. Xudo xolasa birorta joyda qilingan, shilingan joylari yo'q. Buni $335 qilib beramiz. Bundan tashqari bizga S22 Pluslarimiz ham keldi. Juda ko'pchilik odam so'rayapti. Idealniy sostoyaniyada qora va blue svetlari $85 dan qilib beramiz. Sotuvda bor. Bemalol xarid qilishlaring mumkin. Smartfon idealniy holatda, haqiqatan yaxshi ishlatilgan, xuddi yangidek. S23 smartfonimiz bir donagina juda ham yoqimli bo'lgan oq svet. 8256 tali 4700 mach bilan jihozlangan. Bu narxini $370 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Bemalol zakas berishlaring mumkin. S24 Plus so'raganlar uchun yaxshi holatda B+ desak bo'ladi. Ozgina shilingan joylari bor, past qismi, tepa qismida. Buni hisobiga buni ozgina arzon qilib $450 ga chegirma narxda qilib beramiz. Imeykalar ofitsialniy o'tgan 12 ga 256 tali 4900 mach bilan jihozlangan. 22 Plus so'ragan mijozlarimiz uchun ideal holatda 2 dona. Violet va silver svet. 5G bo'ladi. 5G da qo'llab-quvvatlaydi. 8256 4800 mach bilan jihozlangan ideal holatda. Buni narxini $235 dan qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Telefon juda ham yaxshi sostoyaniyada turibdi. Xo'p, keyingi smartfonimiz sizlarga A avlodidan A16 6 ga 128 talik korobkadagi metlari joyida ideal holatda taklif qilamiz. Ikkita sim kartali Vietnam variant bo'ladi. Xuddiki yangidek ozginagina ishlagan. Buni narxini sizlarga $130 chegirma narxda qilib beramiz. Buni yangisi $200 bo'ladi. Va bizda Redmi Note 14 Pro 5G korobkadagi metlari bilan ideal holatda bir haftagina bo'lmasa 10 kun ishlagan uzog'i bilan. Buni korobkalarni ochib ko'rsatamiz. Simlari bilan hatto ideal holatda turibdi, ishlatilmagan. Buni yangisi sotuvi
hozirgi kunda 500 370 360 dollar turadi. Men sizlarga chegirma narxda 280 dollarga qilib beraman. 23F smartfonimiz 8256 talik 4000 amper bilan 4500 amper bilan jihozlangan. Ideal holatda haqiqatan ideal. Bu narxini chegirma narxda 300 dollar qilib beramiz. S15 legendarniy S10 Plus 5G 8256 ta 4500 bilan jihozlangan qora svet holatlari ideal. Bu narxini sizlarga 180 dollar qilib beramiz. Bundan tashqari bizga S21 smartfonlarimiz ham kirib keldi. Ko'rishlaring mumkin. Holatlari yaxshi holatda. Oq sveti. Violet juda ham idealniy holatda. Xo'p, bu narxini men sizlarga 190 dollardan qilib beraman. Hech kim qilib bermagan narx. S22 smartfoni. Juda ham yaxshi saksiyada turibdi. To'g'ri chuqur sveti bor. Holatlari ideal holat. Blue sveti. Hammaga birdek yoquvchi oq svet. Va ayollarimiz uchun juda ham ma'qul keladigan rozevi. Inshaalloh buni 275 dollardan xarid qilishlaring mumkin. E'tibor beringlar, O'zbekistonda dastavkamiz mutlaqo bepul. S23 smartfonni ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi holatda, deyarli birorta nuqson aybi yo'q. Imeykalar ofitsialniy o'tgan, 4 ta esim poddesh qiladi. Holatlari o'ta ham a'lo darajada 365 dollardan xarid qilishlaring mumkin. Green svet. Ayollarimiz uchun juda ham ma'qul keladigan pushti sveti. Holatlari yaxshi, 365 dollardan qilib beramiz. Xo'p, aziz obunachilar, Samsung Galaxy A56 5G xuddiki yangidek vakuumdan buzilgan xolos. Ko'rishlaring mumkin. Ideal holat. Yangi, ishlatilmagan. Aybi shu vakuum ochilgan. Bu 380-370 dollar sotiladi. Men buni sizlarga chegirma narxida 320 dollarga qilib beraman. Xarid qilishlaring mumkin. Undan tashqari bizda ozgina bo'lgan iPhone'larimiz ham bor. iPhone 1264 91% yo'nkiz, ko'k svet, imeykalar bilan birga esimlari ham o'tgan. Sim kart taqishlaring bo'ladi. 235 dollarga qilib beraman. Xo'p, iPhone 11 Pro Max 256 talik 88% yo'nkiz, qora svet 256 talik topish juda ham qiyin hozirgi kunda. Holatlari o'ta ham a'lo darajada. Buni sizlarga 320 dollar taklif qilaman. Foydalanib qo'yinglar. iPhone 12 Pro yaxshi saksiyada 12 Pro xohlovchilar uchun esimlari ham o'tgan, plus ikkita sim kart taqib ishlasalarning bemalol bo'ladi. Holatlari ideal holatda. 128 talisini 335 dollar qilib beramiz. Bir donagina 256 talik bor. Yo'nkislar 91% yo'nkisdan. Bir donagina 256 talik oq 91% yo'nkis. Buni men sizlarga 345 dollarga qilib beraman. Holatlari a'lo darajada. Xarid qilmoqchi bo'lganlar pastda qoldirilgan raqamlar va Telegramdan murojaat qilsalaring, telefonni to'liq tomonda sizlarga olib ko'rsatib tashlab beramiz. 14 Pro Dianli sosteniyada 128 ta 82% yo'nkiz, Koreya region esimlari ham o'tgan. Buni narxini sizlarga 545 dollar qilib beraman. Bizdan smartfon sotib olayotganda oldinda 200 ming so'mchilik telefon yetib borgandan keyin qolgan to'lovni qilasizlar. iPhone 15 ta o'zini xohlovchilar uchun juda ham yoqimli bo'lgan gold svet, limonli svet ham deyishadi. Buni narxini 485 qilib beramiz. 79% yo'nkiz, 128 talik holatlari a'lo darajada ko'rishlaring mumkin. 15 Pro istovchilar uchun 15 Pro'miz oq svetda 256 talik holatlari yaxshi. 83% yo'nkiz, 86% yo'nkiz. Ikkalasi ham birdek 256. Idealniy holatda, saksiyadalar zo'r holatda turibdi. Buni narxini men sizlarga 725 dollardan qilib beraman. 16 ni o'zini xohlaganlar uchun 128 joy, 95% yo'nkiz, plus esim, qora svet. Aybi orqasiga kirish g'ilofda izi chiqqan, sal bilinmas. Buni narxini men sizlarga 650 dollar qilib beraman. 16 Pro xohlovchilar uchun desert va bir donagina oq sveti bor.
256 ga 128, oqsvet 256 91% ziyonsiz, holatlari juda ham a'lo darajada, 850 dollarga 128 ga 92% ziyonsiz, yesimlari ham o'tgan, 810 dollarga xarid qilishlari mumkin. Holatlari yaxshi holatda. 13 Pro Max stolchilari uchun korobka dokument. Inshaalloh yesimlari ham o'tgan, bemalol xarid qilishlari mumkin. Men buni sizlarga 520 dollardan chegirma narxda qilib beraman. Bizning navbatdagi smartfonimiz 14 Pro. Bu faqat Amerika region eSIM bo'ladi. Ikkita eSIM o'qiydi. Men buni sizlarga 510 dollardan qilib beraman. 14 Pro juda ham arzon narxda. SIM karta o'qimaydi, faqat eSIM. 13 Pro korobka 256 talik. Gold svet. Buni narxini sizlarga operator barcha ko'rsatasiz. Xo'p, buni narxini sizlarga 470 dollar qilib beraman. 128 talik 13 Pro 80% ziyonsiz. Ziyonchizlar 80 dan biladi hammasini. Buni narxini 445 dollar qilib beraman. 13 Pro 256 talik oq svetda 470 dollarga xarid qilishlari mumkin. Korobka dokumentlari bor. Operatorimiz sal charchaganlar shekilli. Bugungi smartfonlarimiz chegirmalari shulardan iborat edi. Ozgina tez gapirdim, video uzun bo'lib ketmasligi uchun. Bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa bundan keyingi chiqayotgan videolarimizni smartfonlar juda ham katta chegirma qilib chiqaramiz. Bizning manzilimiz Marg'ilon shahar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar, Olag'oq masjidi ro'parasida joylashgan Islom Mobile telefon magazini. Ko'rishguncha xayr va sog' salomat bo'linglar.